Bu yerga yana 1 millionta o'zbek kelsa, ishini topib ishlay oladi. Amerikaga Meksika orqali yo'l hozir yopiq, kelish qiyin, kelib bo'lmaydi deganimdan keyin ko'plab odamlar e'tiroz bildirdi. Sizlaringiz borib oldingizlar, bo'ldi-da, endi boshqalar kelishini xohlamayapsizlar. Yo'q, do'stlar, unaqa emas. Men hech qachon qizg'anmaganman Amerikani. Amerika juda katta va juda ko'p ishchiga ehtiyoj bor. Juda ko'p ishchiga ehtiyoj bor. Mana masalan, har bir pilotlarda, mana shu ishxonalarda, mana shu Subway masalan Employment Center ishchilar anaqasi mana bu arizangizni yozib, ma'lumotlaringiz, CV'ingizni tashab ketasiz, o'zlari sizga aloqaga chiqadi. Bunga ham kerak, u McDonald'sga ham kerak, pastdagi do'konlar bor, mana bu do'konlarga ham ishchi kerak, tracking sohasiga ham ishchi kerak. Bu yerga yana 1 millionta o'zbek kelsa, ishini topib ishlay oladi. Men demoqchi bo'lganim, hozirgi vaziyatda kelgan insonlar hujjat qila olmaydi. Ishlash uchun hujjat qila olmaydi hech qanaqasiga. Даже green kartalar ham to'xtatilgan. Endi yaqinda ochiladi deyishyapti. 10 aprelda ochiladi degan ehtimol bor.